Assalomu alaykum aziz do'stlar, vatandoshlar, tildoshlar, qavmlar, aziz to'rttavorlarimiz har yerda bo'lsangiz sog' bo'linglar, sarfaroz bo'linglar. Hayot sizlarga kulib boqsin. Bir nechta muhim mavzu bilan bu oqshom sizlar bilan muxotab bo'lmoq qoladim. Aslan bu videoni asosiy zabt etishimdan sabab ko'p bola savollar bo'ldi, ko'p bola nazarlar bo'ldi, ko'p bola so'raganlar bo'ldi. Unga bir javob bermoq majburiyatda qoldik. Bo'lmasa hozir suhbat qilar niyatim yo'q edi. Ya'ni bir fursatlardan keyin birozdan sonra suhbat etamiz deb qo'ygan edik. Xayr, bu oqshom bir ko'to bir dardi dil qilishamiz. Avval shu Turkiston masalasini matrah qildik. Bu andoza bu himoyatga ega ekan, bu andoza bizlarning millatimiz uyg'oq ekan, bu andozaki millatimiz sarnavshtini borasiga tafovsiz emas ekan. Ko'p barchasida bo'ldi bu narsa. Endi dunyo miqyosida, Afg'oniston miqyosida, aytaylik mantiqa miqyosida bu sizlarni da'volaringiz, bu Turkiston xoylik orzu niyatlaringiz, tasmimlaringiz judayam tavajjuhlarni o'ziga jalb etdi. Afg'onistonda yana bir sahifa desak bo'ladi, ochildi. Ya'ni shu bilancha har kim o'z otini minib chopib yurgan edi. Bittasi Pashtuniston deb, bittasi Xuroson deb, bittasi yana bir narsa deb. Bizda ularning qaysi mulohazamiz yo'q. Har kimni fikri bor, nazari bor. Xudovand har kimga aql beribdi, ush beribdi, mantiq beribdi va o'z hayotida tahsil qilibdi, tajriba topibdi, bir fikri siyosiga ega bo'libdi. Omad muboraklari bo'lsin, qaysi gapimiz. Avvali bizlar ham hech kimni kiyiniga toqilib yurayotgan millat emas bizlar. Bizlar o'zimiz tarix qurib kelgan, o'zimiz jo'g'rofiya tayin qilib kelgan, o'zimiz imperatorlik qilib kelgan, xonu xoqonu sultonu podshoh bizlardan tarixda tani misoli ko'rilmagan alhamdulillah hokimlarimiz, omirlarimiz, amirlarimiz o'tgan. Bizda ham haqqimiz bor, o'zimizni orzumuzni, haddaqal orzumuz deyman, orzumuzni matrah qilsak. Ya'ni shartta qo'limizga metro bel olib, xat nishon chizib Afg'onistonni parchaladik, tajziya qildik, unday bir narsa emas. Vali bizda ham bir millat o'laroq armonimiz bor, huviyatimiz bor, geçmişimiz bor. O'shularga asoslanib kelajagimiz bor. Ularga biz betafovut qola olmaymiz. Hozirgi nasl bo'lib bizlar shu iftixorotlarni o'tib ketgan xonaqohlarimiz, daryoga aytganimizdek bobo ajdodlarimizdan olib biz bu iftixorotlarni omonatligi bilan kelasi naslga o'tkazmog'imiz kerak, taslim bermog'imiz kerak. U uchun tarixning har burhasida bizlar o'zimizni o'sha armonimizni tilga keltirib, armonimizni kursiga qo'yish uchun mujodala va muboriza qilmoqqa mukallafmiz. Bu yüzden men hammalaringizdan bir inog'alari sifatida, bir vakillari sifatida, bir vazirlari zamonida sizlarni adreslaringizdan postlarni ishlagan inog'alari sifatida qadrdonlik qilaman, siposguzorlik qilaman, rahmatlar deyman. Va men do'stlarimning notidan, bilasiz, Xudoga shukr, ko'p bola muboriz, buzrukvor hamsangar do'stlarimiz bor. Katta bir hizbimiz bor, Allohga shukr, rahbarimiz bor. Hammalarining notidan men o'zimga shuni dayn qarz borch deb bilamanki, sizlardan tashakkur qilsam, xususan Afg'oniston ichkarisida shu bilan bir jumla gapingiz ham boshingizga balo, bir izhori nazaringiz, bir bitganingiz, chizganingiz bexatar emas. Yani
o'sha xatarlarni jonga olib aziz qavmlarimiz, og'alarimiz, ustozlarimiz, yoshlig'imiz, mavlavimiz, mullomiz arz qilay xizmatingizga, har kim o'z hissasida kasabakor bo'lsin, chi rasmiy inson bo'lsin, chi g'ayr rasmiy joyda ishlasin, hamma o'zini tayinlado qildi va muhim gap bu ediki, sora bizlardan savol qila boshladilarki, ha bu ishniki boshladingizlar, buni nima bo'ladi endi, bu qandoq bo'ladi, qachon bu Turkiston bo'ladi, nimarsa bo'ladi, nimarsa bo'lmaydi, buni oyindasi qandoq bo'ladi, plan nima, proje nima, program nima, buni Facebook orqali, WhatsApp orqali, telefon orqali, mahfilda, majlisda, ko'rilgan joyda buni so'raydilar. Haqlari bor. Bu so'rasalar, o'sha forsiyvon inog'alarimiz aytganday, pursidan ayb nest deydi, nadonistdan ayb past deydi. Bu uchun avval bizda bir o'zimni haqiqat shaxsiy nazarim, biz Afg'onistonni tajriba bo'larini xohlamaymiz. Afg'oniston rivoyat mamlakatimiz, bizlarning jo'g'rafiyamiz, bobo ajdodimiz o'rda yashagan. Hay o'sha pullar bir jo'g'rafiya tuzalib qolibdi. Afg'oniston oti nusti mushkilimiz bormi? Bor. Afg'on kalimasi nusti mushkilimiz bormi? Bor. Vali bu narsalar dialog bilan, suhbat bilan hal bo'ladi. Parlamentga ham tazkirani mavzusi bo'lganda, to'rtta inog'alaringizki bizda ko'proq faol edi o'sha pullar ham shu parlamentga, Said Anvar og'a, doktor So'f Farahman, doktor So'f Oyoq, bizda ko'p janjollarni keyinidan sonra shu kalma o'zbek, turkman yo masalan tojik, pashtun, shular afg'onni yonida shu kalmalar bitilsin deb shu muboriza qildik. Ya'ni tojik qavmlar aytdi, aslan kalima afg'on kerak emas dedi. Degan Hazora qavmlar ham mo'tadilroq edi. Pashtun qavmlar aytdiki, faqat kalima afg'on bitilsin. Sonra bizda o'rtadan bir hisob tarh mobaynni berdik. Afg'on kalimasi ham bo'lsin, yonda qavmiyat ham bitilsin. Hazora bitilsin, tojik, o'zbek, turkman. O'sha narsa qabul bo'ldi. Ya'ni biz haq begi, haq biti oshnoyimov degan shunga bizda haqimiz berilsa, bizni tilimizga hurmat bo'lsa, biz tariximizga hurmat bo'lsa, bizda qudrati siyosida, qudrati iqtisodida, qudrati nizomida, qudrati hukumatiy davlatida bizlarni joygohimiz deb so'z haqqimiz berasa hech narsamiz yo'q. Vali shu to'l yilga ham ko'rdikki, bizda hech bir sodiqona haqqimiz ham berilmadi, hamisha aldadilar bizlarni. O'zi janob Morsod Said, Rahbar Said namozda suhbat qildilar, aytdilar, avval bo'ldi, vazirlar bo'ldi, vakillar bo'lindi, valilar bo'lindi, mo'yinlar bo'lindi, vali salohiyatli narsa bermadik shu hukumatlar misoliga. Bizda bir lezat tuzatar, masalan bizda ixtiyor berilmaydi. Sambulik masalan bizda hech tarixi vazorat difoda bitta o'zbek vazir difo bo'lib ko'rgan, yo vazir moliya bo'lib ko'rgan, yo vazir xorija bo'lib ko'rgan, yo vazir dohila bo'lib ko'rgan. Muhim vazoratlar ana neredagi masrafi deganda o'sha sektor arziy xizmat bir miqdor vaqt ma'rifda masalan Qarqi so'yib bo'ldi, yo masalan muhojirinda Jamoir Anvari bo'ldi, yo masalan kor umr ijtimoiyda janob Zaki so'yib bo'ldilar, Said Anvar og'a man bo'ldim. Emavodi Muborzali Emavodi xonim Salomat Azimov bo'ldilar. Mana shunday sihatda masalan Surayadagi ko'p muvaffaq vazirlardan edi, yo Korgar so'yib Shokir Korgar vazirlar, yo vazir tijorat bo'ldilar. Vali vazir tijorat bo'lgan bilan salohiyatlar hammasi mavodi naftini bir alayda qilib riyosat umumiy qilib misoliga. Hatto o'sha tayinoti atashoy tijoriyki o'sha vazirni o'z salohiyati, o'sha salohiyatlarcha ma'dud qildilar. Yine arzim bu ki ta zamoniki Afg'onistonda bir nizom odil o'rtaga kelmasa, adolat ta'min bo'lmaykan. Shuni ko'p qiymatlar bilan bizda ko'p qiymati jon berdi, zamon berdi, yil muborizada ko'rdik, bo'lmaydi. O'sha uchun aytamiz, bir targ'ib bo'lsinki, federaliy bo'lami, parlamentli bo'lami,
degan bir mustaqil jamhuriyat bo'lsin, siyosat xorijiy u narsalarni hukumat markazi bilan bo'lsin, xohlaymiz bir mustaqil Turkiston bo'lsin. O'sha eski tariximiz, eski manotiqimiz o'sha qoidada, o'sha chorchubda, o'sha jo'grafiyada bo'lsin. Albatta bu yerda tojiklar bo'ladi, hazoralar bo'ladi, pashtolar, hammasiga hurmatimiz bor. Lozim bo'lganida misoliga ularni o'z tili o'zida ularni tilini rasm qilamiz, ularni farhangiga, ularni an'anatiga, ular hammasi hammatanmiz, hammamiz bir Afg'onistonda qanday barobar bir-birimiz qavmlik hech mushkili yo'q, bir-birini hurmati bor, bordi keltisi bor, xeshligi bor, qaribligi bor. Erta bir Turkiston ham bo'lsa, buni ichidagi tojik bilan biz joni jonon birodarimiz, hazorasi bilan, pashtun bilan, zotan turkman o'zbeklar xonib bu hisob shamolni aksariyatlari shamol sharq. Asli gapdan uzoqqa ketmaymiz qavmlarimki, bir jamhuriyat qaysi shaklda o'rtaga keladi. Men ko'ta aytib o'tamanki, ko'p bo'la vaqtlaringizni olmay. Avval xususiz bizdan shu yerdan nimarsam sadomiz ko'p bamavqi desam bo'ladi, ses chiqarmoq va millatimizning insijom, itoat va hushyorlik va bedorlik, uyg'oqlik lozim bo'ldi. Va dunyo ham bildi, Afg'oniston ham bildiki, Afg'onistonning mardumi ham bildi, siyosiy katta kichik, tolibi, g'olibi hammasi bildiki, bu turk toporlar, bu o'zbeklar, turkmanlar sarnavishini borasa betafovut emas. Ko'rdingki, ular bir joydan bir ses chiqsa hammasi birdan o'shani mevariyati, o'sha sesni himoyasiga jam bo'ladi. Bu ko'p bir muhim narsa. Ya'ni bizlarning bu shaklda bir omadaligingiz bo'lsin, zamoniki jamhuriyatlar shakl olibdi, kishvarlar tuzalibdi, jo'g'rofiyalar tarsim bo'libdi. O'shanga avvaldan omodaliklar bo'lgan, masalan, zarfiyatlar tuzalib qo'yilganki, masalan, bir xalo keladi, fikr qilingki, bir imperatori profoshi bo'ladi, o'rtadan ketadi. O'sha millatlar sohibi jo'g'rofiya bo'lgan, sohibi mamlakat bo'lgan, sohibi o'lka bo'lgan, sohibi tarix egasi bo'lak omadaliklari bor. Masalan, Sho'roviy ittifoqi o'rtadan ketdi. O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, to Rossiya va Belarus, Litva va Latviya, shular to Balkonlar, hammasi omadalik bor edi, muboriza bo'lgan edi, millatlari bedor edi. Ular avvaldan ham bir jamhuriyatlar tuzalgan bir narsa edi. Pasuni o'shalar o'z istiqlolini oldi bamavqi. Ya'ni erta bir o'z Afg'onistonda mana shu bilan ketayotgan siyosatni, bir siyosatni sifatida aytmayman. Bir shaharvand oddiy ko'raman vaziyat bir yaxshi tarafga ketayotgan, matlub tarafga ketayotgan. Mardum rozi emas, ichkarki mashruiyat yo'q, dunyo rozi emas, tashqari mashruiyat yo'q. Bunday nizomlarni umri ko'toq bo'ladi qavmlar. Bu bir o'z bo'lmasa bir yere borib do'mtaydi, o'sha do'mtayar bilan shuna sarbataloq ketadi, ketdan shu qari tarixga dafn bo'lar uchun bizlarning bir omodaligimiz yo masalan shu gaplarni erta bir lo'jirga bo'ladi, erta bir qonun asosi o'rtaga keladi, erta bir boshqa bir hukumat o'rtaga keladi. Bizda bu fursat tarixida o'zimizni o'sha tajribalarni aytib o'tdim, o'sha tajribalarga istinodan biz oyinda uchun bir nizom keltirsaki, u o'tgan davrdagi ranju taklif va qurbonlik bu narsalarimizni tajriba qilmasak, balki past bir nizom kelsaki, bizda o'zimizni o'shani hifz etib bilsak, u tamom tarix narsamiz. Zamoniki bunday bir narsa bo'lganda muhimtarin narsa shuki, sizni rasmiyatda tonisalar. Fikr qiling, mana Afg'onistonda federallik bo'ldi, masalan, bizda Turkiston Junubida deydi, qancha viloyat, qancha uni borasi ham ko'p bo'lib tafsira qiling bo'ldi. Bizlarni avval rasmiyatda tonishligi kerak, masalan, dunyoni. Fikr qiling, haddaqal shu hamsoyalarimiz bizlarni Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston ko'p endi bizdan hammasi bular rasmiyatda tonishi kerak. Pokiston, Eron, boshqa hamsoya Afg'onistonniki va dunyo qudratlari rasmiyatda tonilmasa, masalan, Kurdiston Iroqda Amapursi bo'ldi, yodlaringizda bo'lsa, taqriban bundan bir 10 yil oldin aşağı yuqori. Ular 97% mardumi ra'y berdiki, bizda mustaqil bo'lamiz, davlatni Iroqdan ayrilamiz, nimasi bir jamhuriyat mustaqil Kurdiston deb ra'ygirlik bo'ldi. Hamma narsani mavjudiki kurdlar shunday yakparcha nimasi edi. Intixobotini ham o'sha nozirini baynalmilal ham bor, taqallub zot bilan shu mardumni xoslasi. Vali dunyo hech kim rasmiyatda tanimadi.
tanimadi qoldi shunaqa jamiyat hech natija bermadi misolga. Pas o'sha Iroqqa idg'om bo'ldi. Hali masalan bir burada sistem parlament nimasida federalida masalan kurdlar bir mustaqilroq harakat etadi. Orada bir sistem bor, jamur aqalliyati kurddan bo'ladi. Hisob sadrazam aksariyat shia mazhablardan bo'ladi. Ya'ni rais parlament so'rab sunnilardan bunda bir qoidalari bor. Yo masalan Tayvan ham ayni shaklda ammo pursdek qilgan va hisob bir nimasi mustaqil va hech kim shu Tayvanni rasmiyatda tanimaydi bir nimasi. U uchun rasmiyatda tanilmoq ko'p muhim. Chunki fikr qiling, sizda bayroqingiz ham bo'lsa, artishingiz ham bo'lsa, hukumatingiz ham bo'lsa, iqtisodingiz ham bo'lsa, hamma narsangiz ham bo'lsa, ammo Milal Muttahid dunyo rasmiyatda tanilmasa, siz bir kishvar emas, mana shu Afg'oniston shpillaki hozirdagiday mamlakat bo'lasiz, ne birta safiringizni qabul qilib ro'y majburiyat de facto deydi, ya'ni bir majburiyat holatda bir hukumatni tamsil bo'lib o'tiribdi. Mana faqir qaysi holatda, Afg'onistonning vaziyati qaysi holatda, mendan ko'ra ko'proq o'zlaringiz bilasizlar. Buni birinchi narsasi rasmiyatda tanilmog'i. Ikkinchi narsasi. Uchinchisi bir rahbariy void bo'lishi kerak, insijom bo'lishi kerak, nosozlik bo'lishi kerak. Xo'shbaxtona bizlarni bir hizbimiz bor, Junbish Milliy Islomiy Afg'oniston. Ya'ni turk taborlarning 100% demaymiz uni. İddiamız ham yo'q, vali aksariyat turk taborlar shuni zeri chatrida bor. Ya'ni bunda boshqa hizb Junbishning muqobiliga katta hizb bo'lsa, unda bir hizbimiz yo'q, uni bilasizlar. Vali boshqa paroganda shaxsiyatlarimiz bor, mustaqil shaxsiyatlarimiz bor, betaraf shaxsiyatlarimiz yo'q, kichik nihodlarga taqsimot. Sizni boyat hammamiz Turkiston xohlikka hammamiz boyat ittihodimiz va ittifoqimiz va nazarimiz vohid bo'lsa. Chunki bu bir milliy masala bo'lgani uchun va holatda biz ittifoq bo'lsak, erta bir ro'z qaysi mushkila jiddiy qolmaydi. Masalan shu Hindiston ke Inglizistondan istiqlolni oladi. Solha ko'p yillar bilan zahmat etadi indilar o'zi. Endi bilasiz nufusi ham o'sha zamon ham ya'ni dunyoning ikkilanchi, uchlanchi nufusi edi. Azob ko'p, mazoib ko'p, o'rda dinlar bir siri tafotay farhangisi bor, dini, ziboni nima bo'li. Istiqlol endi hammasini nazari vohid edi. Inglizcha chiqar chiqmas istiqlolini va hisob qabul ettirdi nimarsani ustiga. İngilizlarni ustiga keyin nimarsasini oldi. Ya'ni bir taqriban ular shu istiqloldan avval bir davlat shuba davlat deymiz-ki, davlatga o'xshagan narsalar tuzatuvdilar nihodlarni. Mana bu vazorat bundoq bo'lishi kerak, nihod bu raqam bo'lishi kerak, adliya bu raqam bo'lishi kerak, huquq bu raqam bo'lishi kerak, artish bu raqam, nizom bu raqam, ma'rif bu raqam, saat bu raqam deb bular shu tamom omodaliklarni oladi. Ya'ni hech bir xilo o'rtaga kelmay o'sha hadaflariga erishdilar. Agar Xudo xohlasa u ittifoq bilan sonra bu joyini taqobil tazoda berdimi, Xudo xohlasa sonra burada ko'p hatto gap xunin bo'ladi, urush janjal keladi. Bu uchun bizlarni boshqa bir mazoyalarimizdan jug'rofiyamiz ko'p yaxshi, strategik nuqtada, iqtisodiy nuqtadan biz aytgan gaplarim bo'lib kelsa, sonra bizlar ko'p bola mushkulimiz bo'lmaydi. Masalan, Banodir bor qo'limizda, marslar bor, yo masalan muodinlarimiz bor. Bu narsalar alhamdulillah iqtisoddan bizda ko'p bola mushkulga qolmaymiz, xudkifoya bo'lamiz, oyoq ustida ham to'xtaymiz. Degan Xudo nasib qilsa, hatto boshqa jamiyatlarga ham men Afg'onistonni bizda ko'mak qilib bilamiz. O'z o'sha narsamizni bir nimaga keltirib bilsak. O'sha istiqlolimizni, siyosiy istiqlolimizni tazmin qilib bilsak, tajribamiz ham bor Junbishning avvalgi davrondan. Bilasizlar, keyin taqriban bir davlatday edi. Nero'y havoyi bor edi, nero'y zamini bor edi, fabrikalar bor edi, mahsulot ta'limiy, tahsiliy bu narsalar bor edi. Hammasini taqriban shu moshi ma'limdan to askariyat to ma'muriyat har kimcha misolga shu shamolning o'z avoyididan, Banodiridan, Muodinidan, o'shardan yo'qolgan kambut nimasizdan moshasi o'zi ta'min etdi. Ya'ni o'rda mardimga ko'mak bo'lsa bo'ladi, o'zlari xabaringiz bor. Yaxshi edi, mana bir oliy ro'zg'or, bir amniyat bor edi, adolat bor edi, bir
e'timod va nafs mas'uliyat bor edi. Mana shu narsalar bilan aytqamlab boshqa aytilayotgan mavzular ham ko'p, bu oqshom ko'p bo'lib to'lanib bo'ldi, 20 daqiqa taqriban suhbat bo'ldi. Bayroq mavzusida man inshaalloh sizlar bilan bir gaplashaman, chunki nechta bayroqni mana Turkistonniki deb bayroqni so'rab o'zingiz bilasizlar. Buni har rangini o'zini ma'nosi bor, har simbolli ma'nosi bor va bizda millatimiz tarixi, tili, farhangi, san'ati, tamom shijoati, g'ayrati, asolati, tamom narsa bor. Bayroqda in'ikos topishi kerak. Uning uchun bayroq to'g'risida ham inshaalloh sizlar bilan bir gaplashamiz. Degan bu oqshomlik ba'zi shu qadar. Hafsalamanlik bilan eshitganlar uchun rahmat, sog' salomat.